Guanyuning boshqalar eng ko'p ta'riflaydigan qismi qaysi? Uning polvonligimi? Undaq emas. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchalan to'yga hamma do'stlar bilamiz. Guanyu polvonlikda hamma kishini hayron qoldirdi va hurmatiga erishdi. Undaq bo'lsa Guanyuning mushundaq hurmat erishtirgani zot nima? Uning polvonligimi? Undaq emas. Uni hurmatga erishtirgani balki uning sodiqligi va sadoqatmanligi. Guanyu hozirga qadar sadoqatmanlikninki simvol sifatida ta'riflandi. Undaq bo'lsa, uning sadoqatmanligi zot qanchalik? U Liu Bei'dan faqat ayrilmaydi. Liu Bei'ga intayin sadoqatman. Liu Bei bilan birga jang qilib, mag'lub bo'lib, Cao Cao'ga alvoga vaqtdimi Cao Cao uningga Han xandonligida hech qanday kishi erishib baxmagan nom atoqni amalni berdi. Uningga kunda beriladigan mol-mulk, tovar-durlarninki qimmati Cao Cao'ninki qo'l ostidagi va o'z erishgan mol dunyolardan ko'p. Guanyu uningga hech qanday ish qilib bermasmi, u to'xtamay uningga so'g' salomlarni berib turdi. Nurg'unlagan javohiratlarni so'qib turdi. Hatto Liu Bei'ninki tulparini uningga hadiya qildi. Ammo Guanyu Cao Cao'ninki mushundaq yaxshi qarashlardan, o'ziga bo'lgan kuyinishlardan qattiq ta'sirlanib, uning qo'l qo'ygan bo'lsa-mu, oxirida Liu Bei'ninki xabarni anglagan aman hamma narsani tashlab Liu Bei'ning yoniga uchdi. Mushu sababdan Guanyu'ninki sadoqatmanligi kishilarning og'zida doston bo'lib tarqalib keldi. Demak, bu sadoqatmanlik degan narsa har qanday odam qo'l qo'ydigan, ham shundaq odamni hurmat qiladigan bir narsa hisoblanadi. Agar sizning atrofingizda sizga shundaq sodiq, sadoqatman bir og'ayningiz yoki yaqinlaringiz bo'lsa, ularni chuqur qadrlang. Agar bu filmni yoqtirgan bo'lsangiz, inkas rayoniga 66 raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jahondorchilik ayt mazmunlar qiziqsangiz, ayrim kanalga uchir qiling.